Men unga qanchadan qancha uzun xabarlar yozardim. Qalbim og'riyotganini, qayg'uga botganimni, yolg'izligimni aytardim. U esa hamisha javob bermasdi. Senga shunday tuyulyapti, boshimni qotirma, derdi xolos. Bir paytlar o'zimni tentak, ortiqcha talabchan his qilardim. Ammo bir kun unga yana yuragimni to'kib, uni sevgisini umuman his qilmayotganimni yozdim. U xabarni o'qidi-yu, jim qoldi. O'sha lahzada men bor kuchimni to'pladim va uni qo'yib yubordim. Og'riqlimidi? Juda og'riqli edi. Ammo bunga arziydi. Bu hikoyadan keyin u meni yo'qotib keyin qaytishga harakat qilgani haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Unday bo'lmadi. U vaqti bilan hayotimda paydo bo'ladi. Lekin qaytish yoki uzr so'rash uchun emas, balki meni butunlay his-tuyg'ularimdan bo'shatgan odam faqat bir narsaga qiziqadi. Men undan keyin tirik qoldimmi yoki yo'qmi? Va bilasizmi, u bilan munosabatlarni tugatish meni yangi baxtli hayotimni eng katta qadamiga aylandi. Men nihoyat tushundim. Biz hech qachon odamni faqat o'z sevgimiz bilan bizni sevishga majburlay olmaymiz. Ammo o'zimizni qo'lga olib, yangi hayot sari yurib ketishimiz mumkin. Qanchalik qiynalsangiz ham, qanchalik o'rganib qolgan bo'lsangiz ham, u odam sizniki emasmi? Qo'yib yuboring.